Təpəkkür qilish ibodatdir. Abduri Muhammad Yusuf. Allah Taala Qur'oni Karimni uning oyatlari ustida tafakkur qilib tushansin deb nazil qilgan. Qur'oni Karimda kelgan amrlarning hammasi farzlikni ifodalaydi. Farz amallarni ado qilish ibodatdir. Namaz o'qinglar, zakat beringlar degan amrlarning hammasi farzlikni ifodalagandek. Osmon va yer zimindagi narsalarni kuzatinglar degan amrmo osmon va zimindagi go'zal narsalarni kuzatib tafakkur qilishning farz ekanligini ifodalaydi. Ey payg'ambar, bu ular oyatlarni tafakkur qilsin va aql egillari ügüt olsin deb biz sana tushirgan muborak kitobdir. Qur'on o'qishdan maqsad uning har bir oyatining ma'nosini bilish. Uning mevasi tafakkur qilishdir. Tafakkur qanday qilinadi? Tafakkur qilishning usullari. Tafakkur qilishning har xil usullari bor. Biz bu yerda tuvandagi 3 usulni misol qilaylik. Birinchi, bir narsaning o'zi va asli kelib chiqishi ustida tafakkur qilish. Ya'ni inson alaqdan yaratilgan degan buningga misol bo'la oladi. Chunki insonning onasining bal yotqusida esilib qolgan ashu bir tal sperma urqidan yaratilib, kainotdagi barliq mavjudotning eng ahamiyatligi va eng hurmatligi bo'lganligini o'ylagan odam albatta Alloh taologa bo'lgan iymonini kuchaytira oladi. Ikkinchi, bir narsaning o'zi va yo'qligi ustida tafakkur qilish. Ya'ni ularga aytqinki, deb beqinglarchu, suyinglar singib ketsa, sizlarga kim eqin suv keltirib berdi degan oyat ustida tafakkur qilib, suvsiz hayotni tasavvur qilganimizda Alloh taolaning ustimizdagi haqqining naqadar cho'ng ekanligini bilib yetimiz. Natijada Alloh taolaga bo'lgan iymonimiz kuchlanadi, ixlosimiz oshadi. Uchinchi, bir narsaning o'zi va aksi ustida tafakkur qilish. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, deb beqinglarchu, agar Alloh kechini sizlar uchun ta qiyomat kuniga qadar so'zildigan qilsa, Allohdan boshqa qaysi iloh sizlarga yo'ruqlik keltirib bera oladi? Sizlar texicha haq so'zni anglamamsizlar degan oyat ustida tafakkur qilgan odam Alloh taolaning kecha bilan kunduzni almishib turadigan qilib yaratganlik ne'matini tushunib, Alloh taolaga qulchilik qilishning naqadar zarur ekanligini bilib yetadi. Natijada uning Alloh taolaga bo'lgan bog'lanishi kuchlanadi. Biz endi tafakkur qilishning yuqorqi 3 xil usuli bo'yicha o'zimizdagi a'zolarning birarisi ustida tafakkur qilib ko'raylik. Masalan, ko'zimiz to'g'riliq o'ylanib boqaylik. Tabiatning barliq go'zalliklarini, Alloh taolaning koinotdagi barliq go'zal san'atlarini ko'rishimizdagi birdan bir qurol bo'lgan mushu ikki ko'zimiz nadin paydo bo'ldi? U qandaqcha ko'rdigan bo'lib qoldi? Balyotqi temiga esilib qolgan, ashu bir tal urug'dan paydo bo'lgan bu inson qandaqlarcha bu ikki ko'zning egisi bo'lib qoldi? Ondan ko'rmaydigan inson to'g'riliq tafakkur qilib boqaylik. Agar Alloh taolo bizni ko'rmaydigan qilib yaratgan bo'lsa, bu go'zal tabiatning, koinotdagi rangarang san'atlarning nimaga foydasi bo'lgan bo'ladi? Bularning nima ahamiyati bo'lgan bo'ladi? Ondan yana o'ylab boqaylik.
Әгәр Алла Таала инсанның көзләрне хәзерге орныга эмас, уның аркы тарафыга яки мәйдисиге орынлаштырган болса, ish qandaq bo'lar edi? Hozirgidek har narsani o'ng'ayli ko'rgil bo'larmidi? Demak, biz barliq a'zolarimiz ustida tafakkur qiladigan bo'lsak, Alloh taolaning hamma a'zoni eng munosib o'rinlarga joylashtirganligini bilib yetimiz. Bu ishlar tasodifiylikning mahsuli emas. Balki Alloh taolaning hikmat bilan o'rinlashtirishi soyasida amalga oshgan ishdir. Alloh taolo bizni o'zimizdagi a'zolar va o'zimizdagi ne'matlar ustida tafakkur qilishga buyurib, o'zinglar to'g'riliq tafakkur qilmamsizlar degan. Tugidi. 2020 yili 26 mart